bir ustoz minglab taqdirlar me'mori. Bugungi qahramonimiz ham ko'plab o'quvchilarga chuqur bilim berib, ularning oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishida munosib hissa qo'shib kelmoqda. Shu bilan birga u o'z ustida muntazam ishlab, ilmiy faoliyati bilan ham shug'ullanadi. Mehnati, bilim va salohiyati samarasi o'laroq bugun oyiga 27 million oylik maosh olayotgan Dilshoda Toshpo'latovaning ibratli faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Salom o'quvchilar. Assalomu alaykum. O'quvchilar, mana bugun darsimizni takrorlash darsini tabiat qo'ynida, ochiq havoda boshlaymiz. Adabiyot darsimiz, mavzuyimiz o'tilganlar yuzasidan takrorlash darsi. Adabiyot fani odob so'zidan olingan bo'lib, har bir o'quvchini odob, axloqqa chorlovchi fandir. Zero buyuk bir shaxsning gaplari bilan boshlamoqchiman. Men buyuk matematiklar oldida bosh eksam, adabiyotchilar oldida ta'zimdaman. Sababi adabiyotchilar bular qalb egalari, ko'ngil egalari. O'tilgan mavzularimiz yuzasidan takrorlash darsimizda keling sizlar bilan barcha o'qigan mavzularimizni takrorlab olsak. Qani, men adabiyotdan, badiiy asarlar haqida gapirganda, avvalo birinchi navbatda o'zbek romanchiligidagi ilk roman namunasi bo'lgan Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanidan boshlamoqchiman. O'tgan kunlar romanining bosh qahramonlari Otabek obrazi, Kumush obrazi, Zaynab. Qani qahramonlarimizga ta'rif beramiz va bu qahramonlarimizga sizning munosabatingizni bilmoqchiman. Mening shaxsiy fikrim bo'yicha Zaynabni salbiy obraz sifatida ko'rmayman, chunki har bir insonning o'ziga yarasha ko'ngli bo'ladi. Uni ham baxtli bo'lishga haqqi bor edi. Men Zaynab obrazida to'g'ri salbiy holatini ko'rganman, ammo u ham baxtli bo'lishi mumkin edi. Lekin bu degani kimdir hayotini buzish kerak degani emas-ku. U ham kimdir bilan boshqa bilan baxtli bo'lishi ham mumkin. Baxtli bo'lishga haqqi bor edi. U ham go'zal oilaning go'zal farzandi, erkatoy farzandi edi. O'quvchilar, mana asardagi bosh qahramon o'zbek oyim obrazi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avvalo Otabekning, Kumushning, Zaynabning mana shu taqdiriga o'zbek oyimning qanchalik daxli bor, qanchalik aloqasi bor deb o'ylaysiz? Chunki ota-ona orzusi tufayli Kumush va Zaynab taqdiri mana shu yo'lga kirib qolganligini hammamiz bilamiz. O'zbek oyim mana shu ishi orqali to'g'ri ish qildimi? Ustoz, mening fikrim bor bu borada. Mana shu o'zbek oyimni Otabekning onasi bo'ladi. Baribir bu ana shu o'zini o'g'lini yaxshi ayolga uylantirishni xohlaydi va u ana shu har xil joylardan kelinlar qidira boshlaydi va bunda Zaynabni topadi. Kumushni otaga aytganini andiga berib qo'ymayman deydi. O'zbek oyim o'g'liga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'ladi. Har qanday asari borki, bizni o'ylashga, mushohada qilishga majbur qiladi. Birgina mana shu O'tgan kunlar asarini tahlilini bugun darsimizda ko'rib o'tdik, takrorlab o'tdik. Mana shu asar orqali ham har bir qahramon xarakteri tanganing ikki tomoni bo'lgani kabi har xil yondashuvlarga bog'liq. Mana misol uchun Zaynab obrazini kimdir oq desa, kimdir qora deb tahlil qiladi. Bizga ma'lum tahlilimizdagi o'zbek oyim obrazini ham, u ham qaynona,
o'g'lini orzu havasini ko'rish niyatini qildi. Lekin o'z xudbinligi ortidan o'g'lining, kelinining hayotini barbod qildi. Shuning uchun bir yakun, bir xulosa bermaymiz. Har bir qarash, har bir fikr, har bir kitobxonning o'ziga havola etilgan. Biz badiiy asarlar tahlili, badiiy kitoblar o'qishdan to'xtamaymiz. Bugungi darsimiz shu bilan tamom. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling. Darsingizni ko'rdik, juda chiroyli tashkil qilibsiz. Ochiq havoda, hozir havoga ham juda ham mos, o'quvchilarimiz ham nafas olish har tomonlama yaxshi o'tdi. Mana shunaqa darslarimizni ko'paytirish kerak, imkon boricha qiziqarliroq qilib o'tkazish kerak. Hozirgi zamon talabiga mos ravishda. O'quvchilarimizga topshiriqlarni ko'p berishimiz kerak. Sababi uyda ham o'quvchilarimiz bekor turmay mana shu adabiyotlarimiz bilan tanishsin. Kelajakda bu insonlar vatanimizni ko'rga yaraydigan yaxshi insonlar bo'lib, yetishda har birimiz ko'makdosh bo'lishimiz kerak. Darsingizni kuzatish jarayonida ozgina sizda hayajon sezilganday bo'ldi. Dars vaqtlaringizda u xonalaringizda kuzatganimda kamera orqali bunda hayajonlar yo'q edi. Lekin bu hayajonni yengishingizda o'z ustingizda ishlashingizga taklif beraman. Sababi bu o'quvchilarimiz barchasi bizdan, sizdan umidvor bo'lib keladi. Sog' bo'ling, rahmat. O'quvchilarga umumta'lim maktablarida ta'lim berish bilan birgalikda kompyuter lingvistikasi sohasi bo'yicha hozirgi kunda tadqiqot olib bormoqdaman. Bundan tashqari, o'quvchilarga zamonaviy ta'lim tarbiya berishda yangi zamonaviy texnologiyalar, innovatsiyalar bo'yicha ko'plab maqolalar muallifi hisoblanaman. O'quvchilarga umumta'lim maktablarida ta'lim berish bilan birgalikda kompyuter lingvistikasi sohasi bo'yicha ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanaman. Aynan mana shu kompyuter lingvistikasi sohasi bo'yicha hozirgi kunda tadqiqot olib bormoqdaman. Bundan tashqari, o'quvchilarga zamonaviy ta'lim tarbiya berishda yangi zamonaviy texnologiyalar, innovatsiyalar bo'yicha ko'plab maqolalar muallifi hisoblanaman. Umumta'lim maktablarida tarbiya berishda zamon talabi hisoblanadi innovatsion texnologiyalar. O'ylayman, menimcha har bir pedagogga metodik qo'llanma sifatida foydalanishga yordam beradi. Bundan tashqari, mana shu o'zbek tilini korpusini yaratishda ham mana shu ilmiy ishlarim orqali o'zbek tilshunosligiga o'z hissamni qo'shishni reja qilib qo'yganman. O'zim shaxsiy yutuqlarimdan oladigan bo'lsam, milliy sertifikat sohibasiman. Bundan tashqari, o'qituvchilarni attestatsiya jarayonlaridan o'tkazishda 70% ustama sohibasi edim va buni natijasida oylik maoshim xursand bo'larli darajada ko'tarildi. Ya'ni qancha? Hozirgi kunda 27 million oylik olaman. Bahorgi attestatsiya jarayonida mana shu o'zi 2 yilga berilgan, lekin bahorgi attestatsiya jarayonida yana kirdim sinovlarga va ham o'zbek tili, davlat tili, ham ona tili adabiyot fanidan 94 balli natija bilan 70%lik ustamamni yangilab, shu bilan birgalikda vazir ustamasi, yil o'qituvchisi tanlovlari uchun da'vogarlikni qo'lga kiritdim.
bolalar. Assalomu alaykum. Rahmat, o'tiring. O'quvchilar, bugungi darsimiz 2025-2026 yilining so'nggi kunlarining so'nggi saboqlaridan biri. Mana shunaqa muqaddas daqiqalarda sizlar bilan didorlashib turganimizdan xursandmiz. O'quvchilar, mana bu o'quv yilida o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga sizlar bilan birgalikda erishdik deb o'ylayman. Biz adabiyot, ona tili darslarida, saboqlarida sizlar bilan birga bo'lib, nafaqat bilim, shu bilan birgalikda ma'naviy ozuqaga ega bo'ldik. Kitobxonlik tanlovlari, insholar tanlovlari, hattoki bu tanlovlarni viloyat bosqichlarida birinchi o'rinni egalladi o'quvchilarimiz, shunaqami? Yusuf Voydina o'quvchimiz bir necha bor insholar tanlovida viloyat bosqichida birinchi o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'llanma oldi. Bu sizlar bilan birgalikdagi harakatlarimizni natijasi deb hisoblayman. O'quvchilar, mana endi ona tili darsimizni so'nggi sabog'i ekan, yil bo'yi o'tilgan mavzularimizni takrorlash qilib olamiz. Qani o'quvchilar, mana shu o'quv yili davomida o'rgangan mavzularimiz yuzasidan sizlar bilan takrorlash daqiqasini o'tkazamiz. Eng avvalo ona tilimizning poydevori bo'lgan fan tilshunoslik bo'limlari yuzasidan bilimlarimizni takrorlaymiz. Mana endi men masalan sizlarga o'zimni ismimni yozib beraman. O'quvchilar, mana men ismimdan boshladim. Dilshoda. O'quvchilarimiz, qani mana shu birgina mening ismim misolida so'zimizni ham fonetik, ham morfologik tahlilini o'tkazib olsak, qani Dilshoda so'zi nechta tovushdan iborat? Xo'p, demak, mana shu Dilshoda so'zi 7 tovushdan iborat va necha bo'g'inga ajratdik? 3 ta bo'g'inga ajratdik. Mana shu so'z tarkibidagi undosh tovushlarimizni esa endi jarangli va jarangsiz tovushlarga ham ajratamiz. Qani jarangli, jarangsiz tovushlar deganda kim izohlab beradi? D jaranglimi, jarangsizmi? Jarangli. L jarangli. Sh jarangsiz. D jarangli. Juda ham yaxshi. Ana biz fonetika bo'limi yuzasidan bilimlarimizni takrorlab oldik. Mana endi bu so'zimizni so'z turkumlari bo'yicha, ya'ni morfologiya bo'yicha tahlil qilamiz. Dilshoda demak qaysi so'z turkumiga mansub? Ot so'z turkumi. Juda ham yaxshi. Mana bu morfologiya bo'yicha bilimlarimizni takrorlashda davom etamiz. Ana endi biz so'zlarni bir-biriga bog'lab nima hosil qilishimiz mumkin? Gap hosil qilamiz. Dilshoda so'zini ishtirok etkazib, kim gap hosil qiladi? Qani qizim, siz gap hosil qiling. Dilshoda kecha uyga kelmadi. Dilshoda kecha uyga kelmadi. Daftarlarimizga mana shu gapni yozamiz. Ana endi biz bosqichimizni sintaksis bo'limidan davom ettiramiz. Dilshoda kecha uyga kelmadi. Ona tilimizni asrab avaylash har bir insonning fuqarolik burchi hisoblanadi. Ko'cha-ko'ylarda reklama bannerlarini uchratamiz yoki og'zaki nutqimizda turli xil varvarizm, vulgarizm, jargon so'zlardan foydalanib qolamiz. Biz ona tilimizni asrab avaylashimiz va dunyo tillari darajasiga ko'tarishimiz kerak. Zeroki 3-Renessans bunyodkorlari siz yoshlar hisoblanasiz. Darsimiz tugadi. Ertagacha xayr. Salomat bo'ling.
yaxshi kayfiyatda chiroyli qilib boshlaymiz. Tempini sal yurgizib va o'qituvchilar oilasida dunyoga kelganman. Otam o'qituvchi, xalq ta'limi a'lochisi, oliy toifali o'qituvchi bo'lganlar. Opalarim, akam mana shu ta'lim sohasida. Men avvalo o'qituvchilar oilasidanman. Mana shu kasbimni yaxshi ko'raman, chunki o'qituvchini nonini yeb katta bo'lgan insonman. Avvalo to'g'ri moddiy jihat, lekin bu narsaga harakat qilsa erishsa bo'ladigan narsa. Men buni oylikka birinchi darajaga qo'yib, oylik pasaka ishlamayman deydigan holatda hayolimga ham keltirmaganman, bunaqa holatga tushmaganman ham. Harakat qildim, erishdim va bu narsadan har bir pedagog harakat qilsa erishsa bo'ladi deb hisoblayman. O'z ustida ishlasin, avvalo kasbini sevsin, bolalarni sevsin, o'zini ustida ishlasin. Prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan sharoit juda ham katta sharoit yaratildi. Mana 86 balldan o'tgan pedagoglarga, attestatsiya jarayonlaridan 86% dan yuqori natijaga erishgan pedagoglarga har oylik ustama 70% li ustamaga erishish, belgilash to'g'risidagi qarorlari. Bundan tashqari fanlarda milliy sertifikatlar mavjud. Milliy sertifikat sohibalariga 50% lik qo'shimcha ustamalar, maktab tomonidan ajratilgan ustamalarimiz bor. Bundan tashqari bizni maktabimiz yangi baholash tizimiga o'tkazilgan va bu yangi baholash tizimi namunali yo'lga qo'yilganligi uchun maktab tomonidan yana qo'shimcha ravishda 30% lik ustamani ham olib kelmoqdamiz. Biz bolani mehr bilan o'zimizga jalb qilishimiz mumkin. Qattiqqo'llik, mehr har biri o'zi chegarasi bo'lishi kerak. Lekin avvalo mening fikrimcha bolani sevish, bolani yaxshi ko'rish, bolaga mehr berish orqali biz bolalarni diqqatini o'zimizga jalb eta olamiz. Agar biz kuchli bilim sohibasi bo'lishimiz mumkin, lekin bolani yaxshi ko'rmagan pedagog darsini bolalarga yetkazib bera olmaydi. Pedagog takt, pedagog mahorat degan tushunchalar bor. Bular albatta pedagog bilishi zarur bo'lgan narsalar deb hisoblayman. Shovqinli vaziyatlar yoki boshqa vaziyatlarda ham avvalo bolalar bilan do'stona munosabatni yo'lga qo'yilsa maqsadga yetishish osonroq. Chunki hozirgi kundagi o'quvchilarimiz bilan ishlash murakkabroq, qiyinroq, o'z qiyinli tomonlari bor, lekin bilimi bor va o'quvchilar bilan do'stlasha olgan o'qituvchi uchun bu murakkablik emas deb hisoblayman. Boshing egib ta'zim ayla, shukrona ayt. Seni guldek erkalagan chaman uchun osmonlarda yurgan bo'lsang tuproqqa qayt. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun. O'quvchilarim, ko'z nurim,
ham baxtim, ham taxtim. Sizlar bilan biz Jadid izdoshlari klubini yil davomidagi mashg'ulotlarini olib bordik va bugungi darsimizda albatta mana shu yil davomida natijalarga erishgan, faol ishtirok etgan o'quvchilarimizni taqdirlovini ham amalga oshiramiz. Jadid izdoshlari klubimiz, bular nafaqat Jadid izdoshlari, she'riyat shaydolari, yosh kitobxon tanlovi g'oliblari, kuni kecha o'tkazilgan Namangan viloyati So'fizoda nomidagi Namangan viloyat bolalar kutubxonasi tomonidan o'tkazilgan yosh kitobxonlik tanlovida Ota izidan kitobi mutolaasi bo'yicha o'tkazilgan tanlovda ishtirokchimiz Ortiq va Shodiyaxon viloyat bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Navoiyni yod etib tanlovida esa Shodiyarov Sanjarbek o'quvchimiz viloyat bosqichida faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdi va bunday tanlovlarimiz juda ham ko'p. Xususan, Jadid izdoshlari klubi a'zosi Gulinur Jadid izdoshlari tanlovida tuman bosqichida faxrli 2-o'rinni egalladi. Bunaqa natijalarimiz juda ham ko'p va biz klubimiz bilan birgalikda rahmat o'tiring. Biz to'garak a'zolarimiz bilan birgalikda bir haftada bir kitob mutolaasi dasturini yo'lga qo'yganmiz. Qani, Jadid bobolarimiz to'g'risida yod olgan she'rlarimizni eslab ko'raylik. Zulmatni yoritgan, ziyolar sochgan, ilmu ma'rifatga quchog'in ochgan, ilmu rufon deya jonidan kechgan jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Davom etamiz. Ma'rifat bayrog'in baland tutdilar, maktablar ochdilar, ham o'qitdilar, vatanni ulug'lab she'rlar bitdilar, jasorati yuksak ulug' jadidlar. Ular g'isht qo'yganlar, bizlar tosh otamiz. Ular so'z yig'ganlar, biz gap otamiz. Ular kun kutishgan, biz oylik kutamiz. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. O'quvchilar, demak, jadidlar to'g'risida she'rlarimizni eshitdik, jadid bobolarimizni xotirlaymiz. Bular shunday insonlarki, bular qo'llariga qurol emas, qalam olib haqiqat uchun, millatni jaholat uyqusidan uyg'otish uchun kurashganlar. Jadidlar kimlar degan savolga javob beramiz. Qani, jadidlar kimlar? Jadidlar yangilik tarafdorlari. Jadidlar yangilik tarafdorlari. Yana davom etamiz qani? Azizaxon, Jadidlar o'zlarining yo'llaridan biz uchun, ya'ni ilm olishimiz uchun jurnallar va gazetalar o'zlari chop etishgan, maktablar ochishgan. Jadid so'zi arab tilidan olingan bo'lib, yangi degan ma'noni anglatadi. Jadidlarimiz bizim yuksalishimiz uchun yangi maktablar qurdirishgan, o'z yonlaridan yangi gazetalar va jurnallar chop etishgan. Ular qatag'on qurbonlari bo'lishgan. Jadidlar birinchi bo'lib yuksakka erishish uchun birinchi qadam bosgan Mahmud Xo'ja Behbudiy Samarqand viloyatida tavallud topgan. Buxoro viloyatidan esa Abdurauf Tirat ma'rifatparvarlikni yo'lga qo'yishgan. To'garak mashg'ulotimiz bir haftada bir marta o'tkaziladi. Mana shu kunni men intizorlik bilan sog'inib kutaman. Sizlar bilan keyingi to'garak mashg'ulotimizda ko'rishguncha xayr.
darsing o'qib o'zingizdan ustozlar. 15 yildan ortiq stajga ega bo'lgan oliy toifali pedagoglarga imtiyozli uy-joy ajratish to'g'risida qarorlari ortidan o'sha davlat xizmatlariga ariza topshirdim va bu davlat tomonidan tasdiqlandi. Xudo xolasa, bu ham bizga ajratilgan imtiyoz, bizga berilayotgan imkoniyat deb hisoblayman. Oldinlari masalan uy-joyi bor, yo oylikka qarardi, yo bu bizni oliy toifali pedagoglarni rag'batlantirish uchun bizga yaratilgan sharoit. Ustoz yosh avlodga bilim berish yo'lida tinmay izlanadigan, ma'rifat va ziyo tarqatuvchi inson. Uning bergan bilimi yuzlab, minglab o'quvchilarning tafakkuri yuksalishiga, hayotda o'z o'rnini topishiga xizmat qiladi. Bu esa mamlakatimiz taraqqiyoti va kelajagi uchun munosib kadrlar yetishib chiqishi demakdir. Dilshoda Toshpo'latova ham ana shunday fidoyi, kasbiga sadoqatli, mehnatining samarasini ko'rayotgan va yoshlarga ibrat bo'layotgan jonkuyar ustozlarimizdan biridir.